sizga qanaqadir bizga o'sha sohaga doir yangi metodika, yangi qo'llanmalar yoki yangi qarorlar, loyihalar chiqadigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri sizga uni ulashamiz. Roq foydalanganimiz yaxshiroq, hurmatli. Aqlvoy nomli auditoriya ko'rinishdagi avtobus bilan sizni aynan o'sha faoliyat yuritayotgan joyingizga keldik. Maqsadimiz nima ekan sizga? Metodik yordam ko'rsatish. Oyoq mavzusiga bag'ishlanadi bugungi darsimiz. Demak, siz hozirgi vaqtda seminarlarga qatnashib kelyapsiz yoki metodistlar qanaqadir o'sha metodik mahorat kunlari, metodik mahorat soatlaridan nima qilyapsiz? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi 152-sonli farmoni hamda Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligining 2025-yil 19-fevraldagi 59-sonli buyrug'ining ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazi direktorining 68-sonli buyrug'i ishlab chiqilgan. Aynan bu ushbu buyruqning ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyatidagi 4 ta tumandagi olis va chekka hududlarda joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagogik xodimlariga metodik xizmat ko'rsatish joriy qilingan. Aynan shuni maqsadida bugun Kattaqo'rg'on tumani Moybuloq mahallasida joylashgan 13 ta davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilariga mobil malaka oshirish shakli sifatida seminar trening tashkil etilmoqda. Seminar treningning asosiy ko'zlangan maqsad aynan bu yerdagi pedagoglarni kasbiy faoliyatini shakllantirish, ularga so'nggi metodika va sohaga doir ma'lumotlarni ulashishdan iborat. Men 43-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi bo'lib faoliyat yuritaman. Men Namozova Gulchehraman. Bugun bizga juda ham ko'p metodik yordamlar oldim. Mana turli xil o'yin faoliyatlaridan foydalanaman keyingi mashg'ulotlarimda.